هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Şuara tefsiri 78. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Şuara suresi 78. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. O meni yaratkan, o meni hidayet kılıdı. O meni tamak bilen teminleydi, ussuzluk bilen teminleydi. Ağırıp kalsam o meni sakaytıdı. O meni kabz-ı ruh kılıdı, keyin yeni terildirdi. Kıyamet günü onun menin hatalıklarımın mağfiret kılışını ümit kılımen. İbrahim aleyhisselam'ın Allah Teala'nın merhametini ve mehribanlığını bayan kılışı doğrusu da. Yani men tüvendeki işlerini kıygan zatqa ibadet kılımen. O meni yaratkan, o meni hidayet kılıdı. Yani o hemen esini yaratkan, orunlaştırgan ve məxluqatlarını özü tərəfki başlayan zattır. Hemen esile Allah Teala'nın orunlaştırığını boyunca manadı. Allah Teala xalığan kişini doğru yolga başlaydı, xalığan kişini azdırıp itidi. O meni tamak bilen teminleydi, ussuzluk bilen teminleydi. Yani o meni yaratkan, asmanın ve ziminin sebeplerini boysundurup beriş bilen bana rızık bergen zattır. Allah Teala suğa ihtiyaçlık bolgan yerlerge bulutunu sürüp, su düşürüp, şu su bilen ziminni yaşarttı. Şu su bilen bendilerge her xil meyvelerden rızık çıkadı. Özü yaratkan nurgunluğun insanlarını ve hayvanlarını suğuruş için tatlı su düşürdü. Ağırıp kalsam o meni sakaytıdı. Yani ağırıp geliş Allah Teala'nın orulaştırışı. Onun hükmü ve onun yaratışı bilen bozumu İbrahim aleyhisselam edep yüzüsüdün Allah Teala beni ağırtıp koysa dep ağırtıp koyuşunu Allah Teala'ya nispet vermezden ağırıp kalsam dep ağırıp gelişini özüge nispet verdi. Allah Teala bu vakte namaz okuyan kişinin mundaq deyişki buyurdu. Bizni doğru yolga başlagan, gazipingi yoluqqanlarning ve azganlarning yo'liga emas, sen in'am qilganlarning yo'liga başlagin. Yani bu ayette doğru yolga başlaş ve in'am qilishlar Allah Teala'ya nispet berildi. Edep yüzüden ayette kimnin gazap qilganligi bayan qilinmadi. Azgınlık qilish bo'lsa bendilerge nispet berildi. Allah Teala bu vakte cinlarning mundaq deganligini bayan qildi. Biz cinlar jamiyasi zimindikilarga yomonlik iroda qilindimi yoki Rabbi ularga yaxshilik iroda qildimi bilmaymiz. Yani ayette yomonlikni iroda qilg'ichi ochiq tilga ilinmadi. Ammo yaxshilikda yoki Rabbi ularga yaxshilik iroda qildimi deb Rabbini uchiq tilga oldi. Shuningdek İbrahim aleyhisselam mundaq dedi. Ağırıp kalsam o meni sakaytıdı. Yani men ağırıp kalsam Allah Teala'dan başka birisi meni sakayt almaydı. O meni özü orlaştırgan, sakaytıdığan sebepler bilen sakaytıdı. O meni kabz-ı ruh kılıdı, keyin yeni terildirdi. Undaq qilishqa onundan başka birisi qadir bolalmaydı. Çünkü o hemen nesini hakikaten yoktan bar kıldı. Yani ölgenden keyin ulanı terildirdi.
qiyomat kuni uning mening xatoliklarimni mag'firat qilishini umid qilaman. Ya'ni dunyo oxiratda gunohlarni uningdan boshqasi kechirishga qodir bo'la olmaydi. Gunohlarni faqat Alloh taolola kechirdi. U xohlaganini qilguchidir. La ilaha illalloh. Rabbim bana ilim, hikmet ata qilgin. Meni yaxshilarga qo'shgin. Keyingilar orasida yaxshi nomimni qoldirgin. Meni nozik ne'matlik jannatning varislaridan qilgin. Atamga mag'firat qilgin. U haqiqatan gumrohlardan bo'ldi. Ular ya'ni xaloyiqlar hisob berish uchun terildirilgan kunda meni rasvo qilmagan. U kuni hech kishiga mal va o'g'illar foyda yetkazolmaydi. Faqat Allohning dargohiga pok qalb bilan kelgan odamlar foyda yetkaziladi. İbrahim alayhissalomning o'ziga va dadasiga qilgan duosi to'g'risida. İbrahim alayhissalom Rabbidan o'ziga hikmat berishni talab qilib mundaq dedi. Rabbim menga ilm, hikmat ato qilgin. İbn Abbas İbrahim alayhissalomning tiligini bilimdir dedi. Meni yaxshilarga qo'shgin, ya'ni meni dunyo oxiratda yaxshilar bilan birga qilgin. Payg'ambar alayhissalom sakratga tushib qolganda, "Ey Alloh, meni yuqori darajadagi kishilar bilan qilgin" degan so'zni 3 qitim degan. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Keyingilar orasida yaxshi nomimni qoldirgin. Ya'ni yaxshilikda namuna qilinishim uchun mening yaxshi nomimni qoldirgin. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Keyingilar ichida uningga yaxshi nom qoldirdik. İbrahimga salom bo'lsin. Biz yaxshi ish qilguvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. Meni nozik ne'matlik jannatning varislaridan qilgin. Ya'ni sen bana dünyada yaxshi nomimni qoldirish bilan va oxiratda meni nozik ne'matlik jannatning varislaridan qilish bilan mukofotlagin. Atamga mag'firat qilgin. Alloh taolo İbrahim alayhissalomning ota-onasiga mag'firat tilaganligi to'g'risida mundaq dedi. Rabbimiz hisob oladigan kunda, ya'ni qiyomat kunida menga, ota-onamga va mu'minlarga mag'firat qilgin. İbrahim alayhissalom keyingi mezgilda dadasiga mag'firat tilashdan yangan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. İbrahimning otasiga mag'firat talab qilishi uningga ilgari qilgan va'dasini o'rinlash uchun edi. Uningga otasining Allah'ның düşməni ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u otasi bilan ado juda bo'ldi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'p chekkichi, ya'ni ko'ngli yumshoq, yetgan aziyatlarga chidamliq edi. Alloh taolo İbrahim alayhissalomning dadasiga mag'firat tilashni to'xtatqizdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. İbrahim va uning bilan bo'lgan mu'minlar sizlarga haqiqatan obdan namunadir. Öz vaqtida ular qavmiga haqiqatan biz sizlardan va sizlar Allohni qo'yib ibodat qilayotgan butlaringlardan ado judamiz. Bizning oramizdagi adovat va o'chmanlik toki sizlar yolg'iz bir Allohga iymon etganinglarga qadar abadiy saqlanib qoladi dedi. Faqat İbrahimning otasiga aytgan, albatta sana mag'firat tilayman. Allah'ның azabıdan hech narsani senden dab'i qilolmayman degan so'zini sizlarning namuna qilishinglarga bo'lmaydi. Ular, ya'ni xaloyiqlar hisob berish uchun terildirilgan kunda meni rasvo qilmagan. Ya'ni ilgari va keyingi hamma kishi yig'iladigan qiyomat kunida mening rasvo bo'lib qilishimdan saqlagan. İmam Buxoriy bu oyatning tafsirida Abu Hurayradan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi.
qiyomat kuni İbrahim alayhissalom dadisini chang to'zon bosgan va qaridab ketgan holatini ko'rdi. İmam Buxoriy yana bir rivoyatda Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. İbrahim alayhissalom dadisiga yo'liqib, "Ey Rabbim, sen meni qiyomat kuni rasvo qilmaslikqa va'da bergan eding-ku" deydi. Alloh taolo haqiqatan men jannatni kofirlarga harom qildim deydi. İmam Buxoriy payg'ambarlarning qissalarini bayon qilgan hadisda payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni İbrahim alayhissalom dadisi Azar bilan uchrashadi. Azarning yuzi chang to'zon va qardab ketgan bo'ladi. İbrahim alayhissalom uningga "Men sana menga osiylik qilmagan demaganmidim?" deydi. Azar uningga "Bugun men sana osiylik qilmayman" deydi. İbrahim alayhissalom "Ey Rabbim, qiyomat kuni meni mat qilmaydiganliging to'g'risida menga va'da bergan emasmiding? Nijot tepishdan yiroq bo'lgan dadamning mat bo'lishidan bekrak mat bo'lish bormi?" deydi. Alloh taolo shak shubhisizki men jannatni kofirlarga harom qildim deydi. Ondan İbrahim alayhissalomga "Ey İbrahim, putuning ostiga qara" deyildi. İbrahim alayhissalom putuning ostiga qaragudek bo'lsa, qiyniga yoki tizikiga bulg'angan bir qoplan tug'anligini ko'rdi. Shu chaqda u qoplanning putlaridan so'rilib do'zaxga tashlandi. Bu hadisni Abdurrahman Nasai rivoyat qildi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. U kuni hech kishiga mol va o'g'illar foyda yetkazolmaydi. Ya'ni qiyomat kunida inson yer yuziga bir keladigan oltin fidya bersinmi va yer yuzidagi barliq kishilarni fidya bersinmi, fidya bergan oltini va odamlari uni Alloh taolaning azobidan saqlab qololmaydi. Qiyomat kuni insonga faqat Alloh taolaga bo'lgan iymoni va ixlosi, shirik va mushriklardan ado juda bo'lganlikla asqatadi. La havla va la quvvata illa billah. Faqat Allohning dargohiga pak qalb bilan kelgan odamga foyda yetkazadi. Ya'ni gunohlardan va shirkdan pak qalb bilanla kelgan odamga foyda yetkaziladi. İbn Sirin pak qalb bo'lsa Alloh taolaning haq ekanligini, qiyomatning shaksiz maydonga keladiganligini va Alloh taolaning qabridagi kishilarni shaksiz qayta terildiradiganligini biladigan qalbdir dedi. Said ibn Musayyib pak qalb manevi kasalliklardan xoli qalbdir dedi. U bo'lsa-mu mu'minning qalbidir. Chunki kofirlar va munofiqlarning qalblari kasaldir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Ularning dillarida kasal, ya'ni munofiqlik va shaklanish bor. La ilaha illalloh. Abu Osman Nisaburi pak qalb bo'lsa dinga, din nomidan yangilik kirgizishdan xoli va Payg'ambar alayhissalomning ko'rsatib bergan yo'liga rozi bo'lib turadigan qalbdir dedi. Subhanalloh. Cennet taqvodorlarga yaqinlashtiriladi. Devzax gumrohlarga uchiq ko'rsatiladi. Ularga sizlar ilgari Allohni qo'yib cho'qingan narsanglar qayerda? Ular sizlarga yordam bera olamdi yo o'zlariga yordam bera olamdi deyiladi. Butlar, gumrohlar va iblisning qo'shinlarining hammasi devzaqqa üstülab tashlandi. Ular devzaqda jidallashib aytdi. Allah bilan qasamki biz ochiq gumrohlikda edik. Öz vaqtida biz sizlarni ibodatda
olimlarning Rabbi bilan o'xshash o'rinda qo'yatdi. Bizni faqat gunohkorlarla ozdirdi. Shuning uchun bizga shafaat qiluvchilar yo'q va yaqin do'stmi yo'q. Agar bizga dunyoga qaytishga bo'lsa edi, biz mu'minlardan bo'lardik. Shubhisizki buningda, ya'ni Ibrohim va uning qavmining qissasida aql egalari uchun albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Rabbing haqiqatan nihoyatda g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Taqvolarning va gumroh bo'lg'uchilarning qiyomat kunidagi holi, gumroh bo'lg'uchilarning jidili va ularning hasrati to'g'risida. Jannat taqvodorlarga yaqinlashtiriladi. Ya'ni jannat uningga kirishga tegishli bo'lgan kishilarga naqshlangan va zinnatlangan holda yaqinlashtiriladi. Ular bo'lsa dunyodagi chaqlardilar jannatga qiziqqan va uning uchun amal ibodatlarni qilgan taqvodorlardir. Devzax gumrohlarga ochiq ko'rsatiladi. Ya'ni jahannam gunohkorlarga ochiq ko'rsatiladi. Jahannamdan bo'yinlar ko'rinib, eshak angragandek to'lab noli faryod qiladi. Da qo'rqinishdan yuraklar bo'g'izlarga tiqilib qoladi. Jahannamga kirishga loyiq bo'lganlarga top tana va rasvo qilish yuzidan mundoq deyiladi. Sizlar ilgari Allohni qo'yib cho'qingan narsanglar qayerda? Ular sizlarga yordam beralamdi yo o'zlariga yordam beralamdi? Ya'ni Alloh taolani qo'yib ibodat qilgan butlaringlar va Alloh taolaning tang tushlari deb qaragan narsalaringlar bugun sizlarga hech foyda ziyon yetkazolmaydi va o'zlaridanmi hech narsani to'sab qololmaydi. Chunki bugun sizlar va ular jahannamga yiqilg'i bo'lasizlar. Sizlar jahannamga kirsizlar. Butlar, gumrohlar va iblisning qo'shinlarining hammasi devzaqqa üstülab tashlanadi. Ya'ni kofirlar ularni Alloh taologa shirik keltirishga chaqirganlar va iblisning askarlarining hammasi devzaqqa üstülab tashlandi. Ular devzaqda jidallashib aytdi. Alloh bilan qasamki, biz ochiq gumrohlikda edik. Öz vaqtida biz sizlarni ibodatda olimlarning Rabbi bilan o'xshash o'rinda qo'yatdik. Ya'ni biz kishilarning sizlarning buyruqingizga bo'ysunishini xuddi olimlarning Rabbining buyruqiga bo'ysunganidek ko'rgan edik va olimlarning Rabbiga qo'shib sizlarga ibodat qilgan edik. La havla va la quvvata illa billah. Bizni faqat gunohkorlarla ozdirdi. Ya'ni faqat gunohkorlarla bizni shunday qilishga chaqirdi. Shuning uchun bizga shafaat qiluvchilar yo'q. Ya'ni Alloh taolo kofirlarning shunday deydiganligini boshqa bir o'rinda bayon qilib mundaq dedi. Ular, ya'ni kuffarlar faqat o'zlariga va'da qilingan azobning natijasini kutadi. Uning natijasi kelgan kuni, ya'ni qiyomat kuni, ilgari kitobga amal qilmaganlar Rabbimizning elchilari haqiqatni elib kelgan edi. Biz ularga iymon etmadik. Bugun bizga shafaat qiladigan shafaatchilar bormidi? Yoki gunoh qilishdan qo'l uzib, yaxshi amallarni qilish uchun dunyoga qaytarilishimizga bo'lamdigandi deydi. Shuning uchun bizga shafaat qiluvchilar yo'q va yaqin do'stmi yo'q. Agar bizga dunyoga qaytishga bo'lsa edi, biz mu'minlardan bo'lardik. Ya'ni ularning mundaq deyishning sababi ularning gumonicha Robbining ibodatida bo'lish uchun dunyoga qaytarilishni umid qiladi. Alloh taolo bilidiki, agar ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami cheklangan ishlarni albatta yana qiladi.
Shubhisizki ular biz dunyoga qaytsak yaxshi amal ibodatlarni qilatdik degan so'zida yolg'onchilardir. Alloh taolo sura Sodda Davzaqqa kirganlarning jidallashadiganligidan xabar berib, oxirida mundaq dedi. Ahli Davzaqning bu ravishda o'zaro janjallashishi cho'qimdir. Shubhisizki buningda, ya'ni İbrahim va uning qavmining qissasida aql egalari uchun albatta cho'ng ibrat bor. Ya'ni İbrahim alayhisalomning qavmi bilan qilgan munozirasida ularga Alloh taolaning bor va birligini ko'rsatadigan hujjatlarda albatta Alloh taoladan boshqa bir ilohning yo'q ekanligiga ochiq ro'shan paketlar bordir. Ularning to'lisi iymon etqichi bo'lmadi. Sening Rabbing haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qarindishi Nuh aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq bir payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Rabbidan tilayman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar." Nuh alayhissalomning qissasi, uning qavmi qilgan va'z nasihati va qavmining uningga bergan javobi to'g'risida. Bu Alloh taolaning bandisi va payg'ambari Nuh alayhissalom to'g'risida bergan xabaridir. Nuh alayhissalom yer yuzidagi kishilar butlarga va Alloh taolaning tang tushlari deb qaragan narsalarga ibodat qilishni boshlagandan keyin Alloh taolo u kishilarga avatgan tunji payg'ambardir. Alloh taolo Nuh alayhissalomni ularning butlarga ibodat qilishlaridan to'sqichi va buning yomon oqibatidan ogohlantiruvchi qilib avatdi. Ular Nuh alayhissalomni inkor qilib, Alloh taologa qo'shib butlarga ibodat qilishdan iborat qabih qilmishlarini davomlashtirib Alloh taolo ularning Nuh alayhissalomni inkor qilganligini hamma payg'ambarlarni inkor qilganlik deb qaradi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qarindishi Nuh aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Ya'ni sizlar Alloh taoladan boshqa birisiga ibodat qilishga Alloh taoladan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq bir payg'ambarman. Ya'ni men haqiqatan Alloh taolo tarafidan sizlarga avatilgan payg'ambardirman. Men Alloh taolo meni avatgan payg'ambarlik vazifasida ishonchli turman. Men sizlarga payg'ambarligimning menga topshirgan ulug' vazifasini kam ziyoda qilmasdan yetkazaman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Ya'ni uni faqat olamlarning Rabbidan tilayman. Ya'ni men sizlarga va'z nasihat qilganligim uchun sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Buning savobining faqat Rabbimning qishida saqlanib qolishini umid qilaman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Ya'ni Alloh taolaning meni payg'ambar qilib avatganligida va menga topshirgan omonatida mening rostchilligim, shular bilan sizlarga va'z nasihat qilganligim va ishonchlikim sizlarga oshkora va ro'shan bo'ldi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Shuara surasi tafsiridan 110-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qatamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.